Bu yilgi stendimiz o'tgan yilga nisbatan o'zgacha bo'lib chiqdi. O'tgan yil agar biz 45 kvadrat olgan bo'lsak, bu yil biz 90 kvadrat olib turib, shunaqa mana stend yasadik va undan tashqari bu yil Uzbuild ko'rgazmasi tomonidan mana shunaqa maxsus mukofotga ega bo'ldik. Endi 90 kvadrat metrni qanday biz dizayn qilganimizni birga ko'rib chiqamiz. Bu fibrosement panellarimiz fasadga ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda bazalt, membrana, zontik, karkasdan to'qilgan EPDM lenta. И основной materialimiz fibrosementli panellarimiz. Bizning fibrosement panellarimiz istalgan rangda bo'yiladi. RAL bo'yicha, klientga согласование bo'yicha любой rangi bo'yiladi. Tekstilniy teksturamizdan biri, yangi teksturalardan bittasi bo'ladi. Hozirgi eng zamonaviy talablardan bittasi shu, eng hadovoy sotilayotganlardan. Bu bir tekstda ham uylarga, ham ofislarga bemalol ishlatilyapti. Buni har xil ranglari bor. Bejevый, однотон, serivati ranglari ham bor. Juda ham spokойniy tekstura, объемni ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Особенно lentalar bilan dizayn qilib, high tekstilda o'ynatib yuborsa bo'ladi. Teksturasi mayli hisobiga olsak, lentalar bilan ancha ajraladi. Mana bu yo'lning ikkita yangi teksturasi, Woodline nomli tekstura. Bu och deriva teksturasini beradi. Podofisniy variantlar, har xil dizaynlar qilib ishlatsa bo'ladi bu teksturamizni. Bu ikkinchi teksturamiz Aurora deb nomlanadi. Buni ham shu dizaynerskiy uslugalarga har xil dizaynlar qilib ishlatsa bo'ladi. Loft помещение ofislarga hamyonbop, xudo xolasa chiroyli qilib ishlatsa bo'ladi. Bu yilgi vistifkamizda bizda yangi teksturalar, 2 xil deriva. Xo'p, bunisi уже bizda yangilik. Klientlarimizga ancha ma'qul keldi, xudo xolasa. Bugun kelgan mehmonlarga hammasiga. Bittagisi bunisi ham. Bunisi mana уже archa ko'rinishida sal to'mliroq bo'ladi. Buni podvolniy zonalar zirani yonlariga ishlatsa ancha chiroyli chiqyapti hozirgi kunda. Ecoplit kompaniyasidan yangi teksturamiz, ya'ni Loft nomli. Ushbu ko'rgazmada biz yangi teksturani mijozlarga tavsiya qildik va bizga mijozlar tomonidan juda ham ko'p savollar bilan kelishdi. Ya'ni ushbu teksturani qayerlar uchun mo'ljallasak bo'ladi, ya'ni tavsiyalar aytib o'tinglar deydi va biz mijozlarimizga ushbu Loft teksturamizni asosan yorug'lik kamroq bo'lgan podvallar uchun, koridorlar uchun, undan tashqari kichkina xonalarni keng ko'rsatish maqsadida ushbu rang Loft teksturasidan foydalanishni tavsiya qildik. Demak, ushbu Loft teksturamiz yangi tekstura hisoblanadi, ya'ni kichkina hajmdagi xonalarni oddiy chiroq yordamida xonani kengligini ta'minlab beradi. Demak, ushbu teksturamizni eslatib o'tamiz. Razmerlari 3 ga 1.20 bo'ladi. Material moyishi, ya'ni yuvib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Agarda ushbu rangimizga kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir proyekt obyektivi uchun mo'ljal qilayotgan bo'lsanglar, bizning kompaniyaga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar.